Meni ma urunduqdan qutuldiringlar, ballar meni ma urunduqdan qutuldirib elinglar, men eslib oldi. Nim deydiganda ma qadi kitap ezib qoldim, nima deb so'zlab shuru deb o'ylayapsizlar qachon shunami? Hamda hozirgi tor dunyosi qarsak, naq mushundaq kishilar bak ovib ketpardi. Nurg'ullar mushundaq holatga kirib qolganlar. Yeni tor dunyosida satkap qilayotgan, bir-birini tillashyotgan, urushyotgan, yel xotinimni udim deb, yel erim bilan anda oldim deb taloqlar nurg'un ahamiyatsiz nachar jamiyatning tartibiga, axloqqa ta'sir ko'rsatgan mushundaq mazmunlarni yo'llab sizlarni bizni biyaram qilayotgan, bizar qilayotgan nurg'un mushundaq narsani yo'llab vanxun olib ketganlar bor, shunami? Nurg'unlar bundan bizar. Hatto mangmi to'l yo'llaydiganlar va ma'lum mashta qis bulamdi, bu to'st birishga qilib qo'ysangiz, mendaq so'pin chiqarsangiz bo'lmamdi deb. Albatta, menmi ulardan bizar. Ulardan qutulishning, ularning narsini ko'mashning eng yaxshi chorasi nima? Telefonimizni alamiz deb bularni valaqidlar lohiy qilyapmiz. İkinci bizga chiqmaydigan qilyapmiz. Bu ularga balla pinunchuni tarbiya qilib, sishin qilib, tarbiya qildigan zo'pini ishlab anglab qilib bo'lmaydi. U sizlar bilan bizning gapimizni anglab to'g'ri yo'lga mangdigan haq emas u. O'zining ota-onasining, ma'lum ustozlarining gapini anglamagan ashko'yliza, sizlar bizning gapimizni anglamda. O'zining ota-onam ko'rib qolsa, qanday sattura, urug'ni qoldirib ko'rs, nimda ma qo'shni qo'lim tunuydigan ko'rib qolsa, nimda demak, numus qilmay chiqargan yerda sizlar bilan bizning bir ikki og'iz gapimizga numus qilib izzat atib qolgan haq emas-ku. Anda haq emas u. Şuna ularni nima uchun mashtaq mazmun yo'llaydi, nima uchun tor dunyosini qalaymi anda qiladi, manda qiladi deb uni kirishmay, aksincha ularni lahil qilib bo'ladi. Amaliyotda sizlarning shu tarbiya qilinda pinglun qilganinglar, boshqalarga yo'llig'ininglar, tang ma'noni zangli qiladi deb qilganinglarning hammasi shularga yordam qilganinglar. Shularningki funksiyasini, lyuliyansini, ko'rilishini texim ovutib berganinglar. Tor dunyosida nayt ahamiyatlik, nayt qiziqarlik yoki naqsh muzika, manga o'xshash so'zlayotgan bu deganda yaxshi, aktiv, isil mazmun yo'llayotgan jubolar nayt ko'p. Garchi bularningki funksiyasi oz, yuraklari oz, qarab beqinlar berilgan pingunchilik qo'belgisi oz, lekin ondaqlarning nayt ko'p. Nemishqa men degandek bayam qishlar bo'lganlik uchun. Shuning uchun bundaqlarni ko'rgan vaqtingizda hargiz kirishib olmanglar, nemishqa yo'llaydi, nemishqa chiqirdi bu deb qaringlar bo'lmasin. Lahil qilsak en yaxshi chora. Shaxsan men bu bir uchursi birisini 10 uchursi 10 loyiha qilyapman. Qartizimlik qilyapti, qayta chiqmaydi, hamda uning iziga yaxshi jubolar chiqadigan gap. Shuning uchun en yaxshi chora, en yaxshi to'ra birinchi darajali usul loyiha o'tish. Siz qilib men qilib oqibatsin, ma'qibatsin shuning bilan tabiiyla bundaqlar bizga mo chiqmaydi, ta'sir doirasi mo ozlaydi, tor dunyosi mo shuning bilan barbara pakiz madaniyatlik oldiga anonikin keldigan gap. Eng to'g'ri usul ma'lum. Tushundinglarmi? Unda bo'lsa qanday qilish qilmaslik o'zingizlarning ixtiyoringizda. Rahmat.